Ziyoratchilar uchun juda katta yangilik. Do'stlar, 7 kunlik umra ibodatiga borib kelsangiz bo'ladi. 14 kunlikka borib kelsangiz bo'ladi. Undan tashqari 40 farz. Madina-i Munavvarada 8 kun 40 farz o'qiladigan maxsus paketga ham borib kelsangiz bo'ladi. Videomizni oxirigacha tomosha qiling do'stlar. Centrum Holidays 3 xil juda katta yangilik qilib qo'ygan. Sizlarga to'liq ma'lumotini xudo xolasa olib beramiz. O'zbekistondagi eng ishonchli firmalardan bittasi Centrum Holidaysdan do'stlar. Glavniy do'stlar ofisdan xudo xolasa narx-navolarni yoritib beramiz. Xo'p, Ulug'bek aka 3 xil paket, 3 xil nima desa ko'rinishda desa ham bo'laveradi. 7 kunlik, 14 kunlik, 40 farz o'qiladigan Madina-i Munavvarada 8 kunlik paket. Qanaqa paket, puli necha pul, sharoit qanaqa aka? Xo'p, 7 kunligimiz Madinalarda 2 kecha, Makka mukarramada 5 kecha bo'ladi. Narxini ham birov aytib o'tib ketaman. Ko'pchilik narxini so'rashadi birinchi. $920 qilib beramiz siz obunachilaringizga, biz yo'limizga. Bu bir haftalik bo'ladi. Aytib o'tganimdek 2 kun Madina Munavvara, 5 kun Makka mukarrama, 50 boshlar billa borib kelishadi. Madina Munavvarada ham 11 dan oshiq ziyoratlari, Makka mukarramada qo'shimcha ziyoratlari, Qizil dengiz sayohatlari, doktor xizmatlari, malakali boshqa xizmatlar hammasi ichida bo'ladi. Hech qanaqa kamchiliklar, nuqsonlari yo'q, mukammal bo'ladi xolos bu. Sizga o'to'riydi. Xo'p, 14 kunlik standart paketimizniki har doimgidek Madinalarda 2 kecha 3 kunduz, 11 kecha Makka mukarramada bo'linadi. O'sha aytib o'tganimizda 11 dan oshiq ziyoratlarimiz, sayohatlarimiz, Qizil dengiz sayohatimiz ichiga qo'shilgan bo'ladi. 50 boshlarimiz billa-billa borib kelishadi. Madina Munavvara markazida, Makka mukarramada 1,5 kilometrda joylashgan gostinitsamiz. Avtobusda 5 daqiqalik, bu yerda kirib chiqishsa 10 daqiqalik atrofda bo'ladi. Xo'p, 40 farzimizda Madina Munavvarada 8 kun 40 farz o'qiladi. Malakali boshimiz billa borib billa keladi. Bunda ham 8 kun Madina Munavvara, 6 kun Makka mukarramada bo'linadi. Buni narxi $1150. Ana undan standart oddiy o'zimiz paketimizki $1020. 1020. Bu o'zimizni aytayotganimizdek bordi keldi biletlari bilan. Bir taraf bilet bilan emas. Bordi keldi 14 kunlik, bir haftalik bordi keldi biletlari bilan bo'ladi. Gap yo'q zo'r. Yev ichishi aka ovqat qanaqa ovqat beriladi? Ovqatlar o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Makka mukarramada, Madina Munavvarada obed bilan kechki ovqat beriladi. Nonushtalarga ko'pchilik agar masalan men o'zim ko'p och qolgan, ko'p yeganim hisobiga nonushtam bo'lsa, nonushtamga 2 kunligida birinchisi olsam yengilroq nonushta qilsam, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Zo'r, gap yo'q. Aka, u joyga borilgandan keyin xudo xolasa aka, attagi xizmatlar o'zingiz aytib o'tib ketdingiz, aravacha, doktor, undan tashqari avtobus xizmatlari hammasi aka, yana eng keraklisi aka Madina-i Munavvarada Ravza-i Sharif. Xo'p, aytib o'tganimizdek, malakali 50 boshlarimiz 14 kun davomida 14 kun davomida hojilarimiz xizmatida bo'ladi. Aravacha xizmatlarimizni tashkillashtirib berganmiz, lekin postoyanniy aravacha yuradigan odamlar bo'lsa, o'zlari bilan aravachani o'rishlarini mumkin, ular bagajga kiloga urilmaydi. Bagajimiz 20 kilo, 7 kilo ruchnoyimiz bo'ladi. O'shanga qarab qo'l yuklarni mo'ljallab ketishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, yana firmamiz tomonidan berilgan narsani kamza, so'mka, bejik bo'ladi. Qaytib kelishga 5 litr zamzam suvi hadya bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, mehmonxonalarimiz sharoitlari uzoq yaqinliklar o'ta qulay. Avtobus 24 soat bepul qatnaydi. Ko'pchilik pulli tushunadigan bo'lsa, bepul qatnaydi. 24 soat haramga faqat mehmonxonamiz avtobus bo'lsa, mehmonxona eshigidan borib haramga tashlab qo'yadi. Ya'ni haramdan mehmonxona eshigiga tashlab qo'yadi. O'zi uchun maxsus avtobuslar bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Aka, hozir aytib o'tib ketdik, $920, $1020, $1150. Ha, xudo xolasa. Reyslar qat-qatdan aka. Xo'p, reyslarimiz aytib o'tganimizdek, 6 viloyatdan reyslarimiz bor. Samarqand, Termiz, Toshkentdan, Namangan, Andijon, Farg'onadan primo reyslarimiz, lekin shaffof paketimiz Toshkentdan, Farg'onadan bor. Toshkentdan, Farg'onadan. Hozircha Samarqand, Termiz, Namangan, Andijonda hozircha yo'q. Ularni ham xudo xolasa tashkillanadi. To'lovlar qanaqa bo'lishi kerak? To'lov usullari naqd ko'rinishda, plastik karta ko'rinishda, shotdan shotga o'zlariga qaysi biri qulay bo'lsa, shu to'lov qilishadi. Xolasa bank orqali to'lasin, xolasa ofisimizga kelib, kassaga to'lasin. O'zlariga qanday qulay bo'lsa to'lashadi. Gap yo'q. To'lov bilan farqi yo'q. Akalar, to'lovda farqi yo'q. Sharoitni eshitilaring, 50 yoshlar birga borib birga keladi. 2 yildan 5 yilgacha eng kami tajribasi bor. Gostinitsalar 200-300 metr Madina-i Munavvarada bo'lsa, 1,5 kilometr Makka mukarramada yevish o'zbek milliy taomlari, 3 xil paket. Sizlarga juda katta yangilik, faqat ulgurib qolinglar akalar. Video pastdan o'zlarining nomerlari, call center bolalar ishlashyapti. Do'stlar, bemalol xudo xolasa qulay sharoitda o'zingiz ota-onangiz maza qilib borib kelsa bo'ladi. Yana katta yutuqlari do'stlar, xudo xolasa bularda litsenziya bor. Shunisini do'stlar inobatga
javob beringlar. O'zbekiston bo'ylab o'zi 14 ta firma bo'ladigan bo'lsa, ulardan bittasi hozirgi kunda do'stlar eng ishonchlilardan bittasi bo'lib turgan. Ya'ni Centrum Holidaysda turibmiz. Video pastki nomerda ijtimoiy tarmoqlar, bizni chetdan kuzatayotganlarga WhatsApp, Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqinglar do'stlar. Ota-onangizga surpriz yoki sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, buni ham tashkillashtirib berishadi. Agar siz O'zbekistonda bo'lmoqchi bo'lsangiz, pastki nomerlar 24 soat ishlayapti. Internet aloqaga chiqaman deydiganimiz WhatsApp, Telegram 24 soat ishlab turibdi. Manfaatli video bo'lgan bo'lsa, like bilan omad deb kommentga yozib ketinglar. Inshaalloh kuzatib turinglar do'stlar. Xudo xolasa juda katta yangiliklar bo'lyapti. Biz chiqarishda davom etamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Salomat.